kunda ham Rossiya Federatsiyasi bilan savdo iqtisodiy, logistika, transport, energetika va boshqa ko'plab sohalarda o'zaro hamkorlik aloqalari o'rnatilgan. So'nggi yillarda mazkur hamkorlikda ikki davlat o'rtasida migratsiya munosabatlari ham qo'shildi. 2022 va undan keyingi yillarda, ayniqsa Rossiya-Ukraina urushlari keskinlashgan paytlarda Rossiya migratsiya siyosati keskin o'zgardi. Birgina 2024-yil oladigan bo'lsak, Rossiya migratsiya qonunchiligi 10 martadan ko'p o'zgartirish kiritildi. Rossiya harbiylari tomonidan Qirg'izistondir, Qozog'istondir, Tojikistondir yoki O'zbekistondir bir guruh migrantlarni, muhojirlarni turli harakatlar bilan olib chiqib ketishi bu butun ijtimoiy tarmoqlarda muhokama sabab bo'ldi. Albatta bizning Tashqi ishlar vazirligi ham mazkur masala bo'yicha Rossiya Federatsiyasi mas'ullariga nota yubordi. Chunki bunga qarab turib bo'lmaydi. Agar muhojirlar aybdor bo'lsa, marhamat, qonun bilan sud qarori asosida jazoga tortilishi mumkin. Azaldan O'zbekiston barcha mamlakatlar bilan, ayniqsa qo'shni mamlakatlar, hamkorlik qilgan mamlakatlar bilan inoq, ahil, har tomonlama hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'yib kelgan. Jumladan boshqa mamlakatlarning ichki ishga aralashmaslik mamlakatimizning asosiy prinsipi bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa Rossiya bilan o'rtamizdagi munosabatlar chuqur tarixiy ildiziga ega va bugungi kunda ham Rossiya Federatsiyasi bilan savdo iqtisodiy, logistika, transport, energetika va boshqa ko'plab sohalarda o'zaro hamkorlik aloqalari o'rnatilgan. So'nggi yillarda mazkur hamkorlikda ikki davlat o'rtasida migratsiya munosabatlari ham qo'shildi va so'nggi yillarda bu mamlakatdagi migratsiya siyosati, tartib qoidalarining keskin o'zgartirilishi bizning migrantlarimizga nisbatan bo'lgan ayrim holatlar ham keltirib chiqarmoqda. Jumladan 2022 va undan keyingi yillarda, ayniqsa Rossiya-Ukraina urushlari keskinlashgan paytlarda Rossiya migratsiya siyosati keskin o'zgardi. Birgina 2024-yil oladigan bo'lsak, Rossiya migratsiya qonunchiligi 10 martadan ko'p o'zgartirish kiritildi va bularning aksariyati afsuski migrantlarga qo'yiladigan turli xil talablar kuchaydi. Jumladan ularning til bilishi yoki Rossiya qonunchiligini bilishi, hattoki Rossiya tarixini bilishi ham talab qilina boshlandi. Va ayrim hollarda Rossiyadagi sobiq siyosatchilar va amaldagi ayrim mas'ullar ham bunday masalani siyosiylashtirib, migrantlar to'g'risida har xil iddaolar bilan chiqmoqda. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya harbiylari tomonidan Qirg'izistondir, Qozog'istondir, Tojikistondir yoki O'zbekistondir bir guruh migrantlarni, muhojirlarni turli harakatlar bilan olib chiqib ketishi bu butun ijtimoiy tarmoqlarda muhokama sabab bo'ldi. Albatta bizning Tashqi ishlar vazirligi ham mazkur masala bo'yicha Rossiya Federatsiyasi mas'ullariga nota yubordi. Chunki bunga qarab turib bo'lmaydi. Agar muhojirlar aybdor bo'lsa, marhamat, qonun bilan sud qarori asosida jazoga tortilishi mumkin. Lekin bir guruh bilagini kuchga ishongan harbiylar tomonidan xohlagancha ularni huquqini poymol qilish mumkin emas. Bir paytlar bundan 2 yilcha oldin Prilepinning har xil asossiz iddaolari yoki janob Mironovning ayrim fikrlari bizning mamlakat mas'ullariga, bizning mamlakat fuqarolariga yoqmagan bo'lsa, bugungi kunda Rossiya Ichki ishlar vazirligi yoki o'sha harbiylar tomonidan qilinayotgan harakatlar ham xuddi shunday ta'sir qildi. Bizni quvontiradigan holat bu masalalarda Rossiya Federatsiyasining, Rossiya hukumatining ta'siri yo'qligi. Ya'ni mana shunday holatlar bo'lganda Rossiya mas'ullari javob berdiki, bu Rossiyaning O'zbekistonga nisbatan pozitsiyasini bildirmaydi deb. Va so'nggi marta mana bu migratsiya masalasi bo'yicha yuborilgan notaga ham Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi mas'ul vakilasi tomonidan O'zbekiston bilan bog'liq o'sha nota o'rganib chiqilayotganligi bo'yicha bayonot bildirildi. Albatta o'ylaymizki, bunday masalalarga Rossiya Federatsiyasining mas'ullari tez orada munosabat bildiradi va Rossiya Federatsiyasi bilan bizning mamlakat o'rtasidagi o'zaro inoq, ahil, do'stona hamkorlik munosabatlari davom etadi.